bugungi kunda erkaklar jinsiy a'zosining tug'ma nuqsonlaridan biri bo'lgan gipospadiya haqida gaplashib o'tsak, bu gipospadiya hozirgi kunda ko'plab uchrab kelmoqda. Bu gipospadiyaning o'zi nima? Bu erkaklik jinsiy a'zosining, ya'ni siydik chiqarish teshigining normadan joydan boshqa joyda joylashishi hisoblanadi. Masalan, bu qanday hollarda joylashishi mumkin? Siydik chiqarish teshigi normada bosh joyda joylashgan bo'lsa, gipospadiyada bosh joyga yaqin joyda, tana qismida yoki yorg'oqda, ba'zan oraliq soha holatlar kuzatilib kelmoqda. Gipospadiyaning asosiy rivojlanish sabablaridan biri homiladorlik davrida onaning gormonal muvozanatining buzilishi natijasida yoki bo'lmasa onaning zararli moddalar yoki zararli dorilar ta'sirida bo'lishi natijasida yuzaga kelishi mumkin. Gipospadiya kasalligi asosan bu davolash operativ yo'l bilan amalga oshiriladi. Bu qancha erta aniqlansa, shuncha operatsiya natijasi yuqori hisoblanadi. Qanday muddatda operatsiya qilish yaxshi deganda, buni 6 oylikdan 18 oylikgacha operatsiya qilish eng samarali yo'l hisoblanadi. Qancha erta aniqlash, bu esa ota-onaga bog'liq hisoblangan bo'ladi. Ota-ona bu kasallikni yashirmasdan shifokorga erta murojaat qilsa, kasallik qancha erta aniqlansa, bola sog'lom hisoblanadi va kelajakda 100% sog'lom bo'lib voyaga yetadi. Shuning uchun barchangizni Endomed klinikamizda kutib qolamiz.